Joriy yil 30-iyul kuni Prezidentimiz raisligida meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini ko'paytirish bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda soliq qo'mitasiga ham bir qator vazifalar yuklatildi. Jumladan, issiqxonalardan qisqartirilgan gaz qaysi sohalarga yo'naltirilgani va uning samaradorligini o'rganish vazifasi ham shular jumlasidandir. Shu maqsadda soliq qo'mitasi rahbariyati joylarda bo'lib, issiqxona xo'jaliklari faoliyati, ulardagi muammo va takliflarni o'rganmoqda. Jumladan, soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Jahongir Abdiyev Surxondaryo viloyatida issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bilan uchrashdi. Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida soliq qo'mitasi rahbariyati mamlakatimiz bo'ylab keng qamrovli o'rganish ishlarini olib bormoqda. Xususan, issiqxona xo'jaliklari faoliyati, tadbirkorlarni qiynayotgan muammolar va ularning takliflari atroflicha o'rganilmoqda. Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari dastlab Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi bir nechta issiqxonada bo'lib, tadbirkorlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Ular tomonidan bildirilgan muammo va takliflar tinglandi. Shundan so'ng viloyatning Termiz shahri, Jarqo'rg'on va Termiz tumanlarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda davlatimiz rahbari 30-iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan imtiyozlar va imkoniyatlar haqida batafsil tushuntirildi. Xususan, eksport majburiyatini olgan va muqobil isitish tizimida ishlayotgan issiqxonalarga gazdan foydalanish imkoniyati, kredit muddatining uzaytirilishi hamda 2028-yilgacha ishchilar uchun ijtimoiy soliq stavkasi 12% dan 1% ga tushirilishi qayd etildi. Shuningdek, Prezidentimizning yangi farmoniga muvofiq 2026-yildan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'i 0 stavkada belgilanishi tadbirkorlar uchun katta yengillik ekani ta'kidlandi. Uchrashuv davomida tadbirkorlarning murojaatlari tinglandi. Ayrim masalalar joyida hal etildi. Qolganlari bo'yicha esa mas'ullarga topshiriqlar berildi va ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Jarqo'rg'on asl limon fayz MCH'ning rahbariman. Bizlarda 2 gektar issiqxonamiz bor. Issiqxonamizda 2000 tub limon ekilgan. Hosilga kirdik bu yildan. Endi xudo xolasa hosillarni yig'ib, yaxshi niyatda bu yil endi ko'ramiz qancha hosil bo'lishini. Hozir soliq qo'mitasining rais o'rinbosari bilan tadbirkorlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'sha yig'ilishda tadbirkorlarning og'riqli nuqtalarini eshitdi. Muammo suv yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Issiqxonamda bizlarni o'rgandi, hamma yechimlarni qilib berishga va'da berdi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida jami 361 ta tadbirkorlik subyekti 767,9 gektar yer maydonida issiqxona faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Tadbirkorlar tomonidan barpo etilgan issiqxonalarda 2025-yilning shu davriga qadar 45,925 tonnadan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilgan. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.